Assalomu alaykum do'stlar, hammaga. Bugun sizlar bilan rus tilidan darslarimizni boshlaymiz. Birinchi darsimiz bu rodlar to'g'risidagi mavzu va 3 ta rod bor. Muskoy, женский hamda средний. Bu 3 ta asosiy rod bizga keyinchalikda gaplar tuzishga, gaplashishga hamda ham suhbatdoshimizni tushunishga yordam beradi. Rodlar haqida gapiradigan bo'lsak, birinchi rodimiz muskoy rod. Birinchi rodimiz muskoy rod hisoblanadi hamda asosan undosh harflarga tugaydi. Ko'rib turibsiz, 3 ta so'z bor: brat, telefon, stol. Brat, telefon, stol. Uchalasi ham undosh harfga tugayapti, shuning uchun bu uchala so'z ham muskoy rodga kiradi. Bundan tashqari, muskoy rodimiz mягкий znakka tugashi ham mumkin. Учитель yanvar. Mягкий znakka tugayapti. Va oxirgisi muskoy roddagi ba'zi so'zlar a bilan ya ga tugagan holatda ham baribir ular muskoy rodga kiradi, chunki ular erkak kishini tushuntirib beradi, ko'rsatadi. Misol uchun, papa, dada. Dedushka, bobo. Dядя, tog'a yoki amaki. Mushina, erkak kishi. Shunga o'xshagan ba'zi bir ismlar, Sasha, Dima, ular ham muskoy rodga kirib ketadi. Xo'p, muskoy rodda sizlar bilan o'tib oldik. Endi navbatdagi ikkita rodda o'tamiz. Женский rod hamda средний rod. Boshladik. Женский roddagi so'zlarimiz a ga, ya ga, iya hamda mягкий znak, mягкий znak ya ga tugaydi. Hop, ko'rishingiz mumkin. A ga tugayotgani mama, oya, a ga tugayapti. Tyocha, ya ga tugayapti. Nочь, mягкий znakka tugayapti. Liniya, iya ga tugayapti. Hamda семья, mягкий znak ya ga tugayapti. Keyingi rodimiz средний rod. Средний. Средний roddagi so'zlarimiz o ga, y ga, iye hamda m ga tugaydi. O ga tugaydigan средний rod озеро, E ga tugaydigan средний rod поле, I ga tugaydigan средний rod здание, задание, hamda M ga tugaydigan so'zlar ular время hamda имя. Biz bilan qoling. Meni shaxsan o'zimning Telegram kanalim bor, sertifikat ru 1. Ularning bepul darslaridan barhammat bo'ling hamda rus tilini o'rganing. E'tiboringiz uchun rahmat.